G'allaorolda 5 xonali dom borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz hozir ko'rsatib o'taman. Ya'ni Do'stlik mahallasida 5 xonali uyimiz sotuvga qo'yildi. Joylashuvimiz mana bu Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inini orqa tomonida. Uyimizni tashqaridan ko'rsatadigan bo'lsak, bu tomonda sentral yo'l. Mana shu yerdan kelganda mana shu uyimiz bo'ladi. Birinchi qavat. O'ziga yarasha hovlisi bor, gullar ekib qo'yilgan ekan. Bu tomonda ham joy bor, ya'ni hojatxonasi tashqarida, daraxtlar ekib qo'yilgan ekan. Ichkaridan hozir ko'rsatib o'taman. Domimizda chap tarafida ham joy bor. Mana shu joyda ham e'tiborga olib qo'yamiz akalar. Eshikdan kirganimizda o'ng tomonimizda supasi bor ekan. Chap tarafimizda oshxona uchun joy qilib qo'yilgan. To'g'ri yuramiz. Mana yo'lagimizda ham xolodilnik, kuxnya mebellar bor ekan. To'g'rida sanuzelimiz bor. Hozir sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Sanuzelimiz ko'rinishi, barcha sharoitlar bor ekan. Mana shu yerdan chiqqanimizda chap tomonimizda birinchi yotoqxonamiz bor. Yotoqxonamiz ko'rinishi remont qilib qo'yilgan ekan. Bu yerdan chiqamiz. Chap tomonimizda mehmonxona bor, ya'ni mehmonxona sifatida foydalanar ekan. Mana shu yerdan to'g'ri yurganimizda chap tomonimizda yana bitta yotoqxonamiz bor. Yotoqxonamiz ko'rinishi. Xonalar remont qilib qo'yilgan ekan. Mana shu yerda o'ng tomonimizda yana bitta yotoqxonamiz bor. Mana shu yotoqxonadan to'g'riga keyingi xonamizga chiqib ketamiz. Bu xonaga o'tadigan bo'lsak, tashqaridan kirish xoti ham bor, ya'ni tashqaridan alohida kelinadi. Mana shu yerdan kelganimizda chap tomonimizda mehmonxonamiz bor. Bu yangi qurilish bo'ladi. Mehmonxonamiz ko'rinishi, xonalar remont qilib qo'yilgan ekan, chiroyli holatda. Barcha sharoitlar mavjud. Uyimizda ayrim jihozlar qoladi. Mana shu uyimizning narxini egalari 400 million so'm aytayapti. Kelishlariga joyi bor.